Kanalimizga obuna bo'ling va maroqli dam oling. Men bunaqa mayda-chuyda gaplarni eshitib o'tirishga toqatim yo'q. Sog' bo'ling, chiqing. Shoshmang. Axir u oqsoqol siz otangiz bo'lar ekan. Nima? Aka, maslahatim sumkaga tegmagan ekan. Akalar, sizlarga iltimos qildim, sumkaga tegmanglar deb. O'zingizlar xohladinglar, uzr. Qayerdan kelgan bo'lsang ham o'zingdan ketma. Molingni men olganim yo'q. O'sha mollarni qayerda yo'qotgan bo'lsang, o'sha yerga bor. Keyin bu ish Narimonni yerida bo'lgan. Sen borib undan so'ra. Narimon men qilmadim dedi. Narimonni nima deyishi? Menga qizig'i yo'q. Bu voqea Narimonni yerida bo'lyapti. Shunday ekan, bunga Narimon javob beradi. Yo'ldan qoch. Bu pullarni olib ket. Kerak bo'lsa, o'zing yo'qasan pullar, tushundingmi? Hop. Esingda yo'qmi? Yo'q, bunday ochiqroq gapir. Axir kecha qumorda sen $10,000, men $10,000 yutkazdik. Ey, o'zingni bor. Hey! Ikki kishiga bir kishi yaxshi emas. Sen kimsa? Eski tanishu. Mayli. Savob uchun sizni davolataman. Rahmat. Rahmat o'g'lim. Shaharda bir boy odam bor ekan. Ana shu menga sirli tuyulyapti. Kim ekan u? Ismi Mardon. Taniysizmi? Xush kelibsiz, mehmon. Ha, siz bilan ko'rishadigan kunam bor ekan-ku, ha? Mardon aka chaqirtirgan ekansiz, keldim. Nima xizmat aka? Mehmon, siz bilan bizni hamkorligimiz juda ham yaxshi ketayotgandi. Ha, menga kelgan xabarlarga qaraganda, siz mol olib kelib boshqasiga beribsiz. O'tgan safargi ishgaldan kattalar xabar topgan, aka. Shunda siz yordam bermadingiz. Shunga biz yaxshiroq xaridor topib, shunga berdik molda. Hey, mehmon, og'zingizga qarab gapiring. Bu yerdagi muammolar Narimon bilan meni o'rtamdagi muammolar. Hammanglar xaridoringiz bor ekan, o'sha xaridorga bering mollarni. Faqat meni do'liyamni tashab ketishi esdan chiqmasin. Qanaqa do'liya? Do'liya deysizmi? Narimondan olmagan do'liyani bizdan olasizmi? Bundan kattalar xabar topsa sizdan xafa bo'lmaydimikin? Yaxshisi men mol egasiga beraman u ketaman. Siz bilmaganga olib jim o'tirsiz bo'ldi. Muammo yo'q. Muammo yo'q deng. Ha. Mayli. Men jim o'tiraman. Faqat keyin o'zingiz afsuslanmasangiz bo'ldi. Mayli. Sog' bo'ling aka. Tinchlik Mardon aka. Bu maraz juda ham haddidan oshdi-ku, ha? Aka, ruxsat bersangiz bir esini kiritib qo'yaylikmi? Shoshma. Menga bunaqa gapirishiga qaraganda, buni orqasida markaziy kattalar turibdi. Sen hozircha buni kuzat. Nima qilishni keyin aytaman. Xo'sh. Boboydan ahvoli qanday? Hozircha hammasi yaxshi. Kerakli dorilarni yozib qo'yganman. Olib kirishi bilan muolajalarni boshlaymiz. Xavotir olmang. Otaxonni oyoqqa turg'izib beraman. Biroz sahri ko'tarilibdi. 2-3 kunda uyga ruxsat qilamiz. Yaxshi. Unga yaxshi qaragin. Ha. Biror narsa kerak bo'lsa Qosimni yuboraman. Senga pul beradi, o'zing hal qilasan. Darvoqe. Kasal yana qaytarilib qolmaydimi?
Biroz shirinliklarda o'zini tiyib, dieta qilib tursa bas, hammasi joyida bo'ladi. Mayli. Unga yaxshi qara. Dorilarni faqat tozasidan ishlatgin. Men hozir undan xabar olaman. Davron aka, anchadan beri shu qizni kutyapmiz. Nima? Shu qizni yoqtirib qoldingizmi? Hey, Mavlon. Bilasan-ku, bu yoshlikdagi odat. Men yoqtirib qolgan narsaga erishmasdan qo'ymayman. Ha. Ya. Davron aka, ana kelyapti malikangiz. Ha, yaxshi qiz. Charchab qolmadingizmi, mabodo? Qani mashinaga chiqing. Yana sizlarmi? Nima xohlaysizlar mendan? Restoranga boramiz, birga tushlik qilamiz. Keyin mazza qilib shahar aylanamiz. Men begonalarning mashinasiga chiqmayman. Mening ismim Davron. Qolganini restoranda gaplashamiz. Ol qo'lingni, nima deb o'ylayapsan? Men begonalar bilan tanishmayman. Qoch yo'limdan. Jahul ko'ksan u, ha? Menga sendaqa yovvoyi mushukchalar juda ham yoqadi. Mavlon, buni mashinaga sol. Ko'rsam. Ey! Mavlon, qanaqa latta chaynar bo'lasan, yana qo'ldan chiqardik. Mayli, boshqa safar kelaman. Tur, yaxshimisan? Ha, chiq mashinaga. Do'stim, kelyapsanmi? Arslon Bormisan? Yaxshimisan? Sog'liqlaring yaxshimi? Qani, o'tchi do'stim. Ey, o'tiribsan, charchamay. Bormisan? Shu desang, senga ikkita xabarim bor. Biri yaxshi, biri yomon. Qaysi biridan boshlay? Obbo, ichimni qizdirmasang gapira olmaysanmi? Mayli, sazing o'lmasin, yaxshisini gapirshi. Yeveram. Telefon qildi. O'zi telefon qildi kelinning telefonidan. Zo'ru. Yaxshi bo'lib qolibdi. Kelinim ham xursand. Ularga tezda javob berar ekan. Xursandman. Bu yaxshi xabar. Agar javob berishsa, borib olib kelamiz. Endi, xo'p, yomonni gapirshi, xabaringni. Endi yomoni do'stim ularga javob bersa, ularni qayerga olib boraman? Bu Mardon haligacha tish qaylab yurgan bo'lsa-chi. Sen xavotir olma. Endi u bizni kimligimizni biladi. Menimcha endi qaytib bizga tegmasa kerak. Salohiddinmi? Allo, Salohiddin. Burxon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzingmisan, tinchmisan, ko'jon? Arslon akam qanilar? Telefoniga tusha olmayapman. Mana yonimda o'tiribdi. Mana hozir telefonni beryapman. Alo, Salohiddin. Uka, o'zingmisan? Ha, yaxshimisan? Sog'liqlaring yaxshimi? Arslon aka, assalomu alaykum. Men bu yerda turib shahringizdagi tanishlarim orqali surishtirdim. Hop. Sizni uyingizni buzilishi noqonuniy ekan. Sudga bersangiz albatta yutib chiqasiz. Qo'rqmang aka, men ham sudda albatta qatnashaman. Burxon. Tez bo'lsang-chi, kelinlikka yetib qolamiz. Yaxshimisan? Tuzingmisan? Kech qolamiz. Kelin o'zi tog'asinikida bo'lsa, nimaga shoshilasan? Shu yerda bo'lgandan keyin zaksga ham shu yerdan ketamizda. Sen jinnimisan? Kelin ham kuyov ham bir uydan chiqsa bo'lmasa kerak. Gap ko'paytirmasdan tezroq bo'l. Shoshmay tur hozir. Ligimni tozalab olay. Salom berdik. Nega qotib qolding? Kim bu olifda? Aytmasang ham kelaverdim to'yingga tabriklab.
Qo'yaver. Adashib kirib qopti hovlimizga. Bilaman. Mendan xafasan. Oldingda aybdorman. Lekin bilib qo'y. Eng ishongan, yaqin do'stimsan. Seni yaxshi ko'raman. Unaqa baland parvoz gaplaringni yig'ishdi. Senga yarashmaydi. Men yaxshi ko'rgan qizga uylangan kuning sen bilan do'stligimiz tugagan. Endi bu uydan chiqib ket. Meni yaxshi kunimni urushga aylantirma. Do'stim, axir meni eshitgan. Seni ko'rishni ham, eshitishni ham xohlamayman. Chiqib ket. Burxonbek, juda ko'rkam kuyov bo'psan. Agar Arslonni uydan haydasang, meni ham qo'shib hayda. Men ham bu hovlidan chiqib ketaman. Nimalar deyapsiz, ayajon? Axir bu hovli sizniki-ku. Gaplarimni yaxshilab eshit. Agar men seni uylanadigan qizingga uylangan bo'lsam, men senga o'z onamni hamda singlimni berdim. Ha, shu ko'rib turgan ayol meni onam bo'ladi. Uylanayotgan qizing esa meni singlim. Arslon to'g'ri aytayapti. U meni o'g'lim bo'ladi. U sen haqingda oldindan haqiqiy do'stligingni menga juda ko'p gapirgandi, o'g'lim. Bir kun u sen uylanmoqchi bo'lgan qizni yetaklab keldi. U qizga uylanishini aytdi. Men bularni u yo'ldan qaytardim. Lekin u qiz senga turmushga chiqishni xohlamadi. Shuning uchun men ularga to'y qilib berdim. Arslon u qizni xohishiga ko'ra seni to'yga aytmadi. O'g'lim, sizlarni do'stliklaring bir kun tugab qolishidan qo'rqib yashadi. Men u qizni kelin sifatida ko'ra olmadim. O'g'lim u qizni boshqa uyga olib chiqib ketib yashadi. Men bo'lsa seni kutdim, o'g'lim. Sen kelsang, menga ishonmasligingni bilar edim. Shuning uchun onam bilan maslahatlashib, shu qarorga keldik. Sen kelganingda xuddi shunaqa qilamiz deb rejalashtirib qo'yuvdik. Endi hamma gapdan xabaring bor. Agar istasang, Arslon bilan ketamiz. Sizlarni do'stliklaring tugab qolmasin deb shu ishlarga rozi bo'ldim. Seni o'z o'g'limdek yaxshi ko'rdim, qabul qildim. Qizimni senga uzatyapman. Nahotki sen menga o'z onangni va singlingni bergan bo'lsang, sen meni haqiqiy do'stimsan. Rahmat do'stim. Rahmat senga uka. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Rahmatni aytishlikka hali shoshilmang. Oldin ishni yutib olaylik, keyin rahmat aytasiz. Bo'pti, omon bo'linglar aka. Bo'pti uka, xo'p. Pardon aka. Aka, bitta zo'r yangilik. Ana G'afforning mashinasi hozir mehmonxonani oldida turibdi. Menimcha mollar ham mashinaning ichida bo'lsa kerak. Molni o'g'irlashga hozir zo'r fursat bo'lyapti aka. Nimalar deyapsan? Agar mollarni o'g'irlasak, buni markazdagi kattalar bizdan ko'radi. Keyin ular bilan teskari bo'lib qolamiz. Sen yaxshisi zo'rroq ayt. Mashinani ochib, ichidagi hamma hujjatlarni olsin. Ular hech qayerga keta olmaydigan bo'lib qolishsin. Boshqa hech narsaga tegmasin, tushunding-a? Tushunarli. Agar mashinaning hujjatlari yo'qolsa, G'affor buni sizdan ko'rishi aniq. Menga xuddi shu narsa kerak. Shu narsa kerak, Ilyos. Bor, aytilgan ishni qil. Xo'p bo'ladi. Qo'lga tushding, G'afforboy.
Ha, boboy. Yaxshimisiz? Xo'sh, doktor bilan gaplashdingmi? Qachon o'laman ekan? Nimalar deyapsiz, boboy? Siz hali o'lmaysiz. Siz hali menga xazinani qayerdaligini aytib berishingiz kerak. Keyin bu yotishingiz bo'lmaydi. Biron bir kampir topib sizni uylantirib ham qo'yishim kerak. Uylantirib? O'g'lim, uylantirishni qo'yib turibsan-chi. Menga qara. Xazina masalasiga kelsak, men bitta gapiraman, bildingmi? Qachon doktor o'z davosini, muolajasini boshlasa, ana undan so'ng aytaman, tushundingmi? Qolaversa, meni ko'p shoshiltirib, bosim o'tkazmagan. Vaqti kelganda hammasini aytib beraman, tushundingmi o'g'lim? Shu meni bir savol qiynayapti-da, boboy. Nima savol ekan? Shuncha pulingiz bor ekan. Xazinangiz bor ekan. Nega bu muolajani o'zingiz o'tkazmasdan aynan meni qidirib topdingiz? Oy, menga qara. Bu yerda gap ko'p. Sendan boshqa gaplar ham juda ko'p. Faqat boya aytib o'tib ketganimdek keyin hammasini aytib beraman. Nega menga ishonmaysan o'g'lim? Sendan boshqa ishongan odamim qolmadi. Ishon menga. Albatta aytaman xazinani qayerdaligini. Faqat keyinroq, tushundingmi? Hozir esa bor. Ishlaring bo'lsa qilib turgin. Men biroz dam olay. Mayli. Xo'p. Men yana kelaman. Xo'p. Mayli o'g'lim. Mayli. Shoshmang. Sizda gapim bor. Kimsiz? Meni ismim Charos. Siz yoniga kelgan cholmi? Qizi bo'laman. Yo'q-e? Ha, shunday. O'sha cholni sizda chiroyli qizi bor ekanda. Ha, darvoqe. Men hali yaqinda bilishimcha o'sha cholni o'g'li ekanman. Hazillashmang. Sizni kimligingizni bilmayman. Lekin menga tishingiz o'tmaydi. Agar siz ham cholni xazinasidan umidvor bo'lsangiz, chuchvarani xom sanabsiz. Xazina cholni qizi sifatida menga o'tadi. Qanaqa xazina haqida gapiryapsiz? Nima haqida gapirayotganingizni bilmayman. Lekin yaqinda o'sha chol menga odam yuborib, uni o'g'li ekanligimni aytdi. Hatto isbotlab ham berdi. Men hozir uni qaratyapman. Quloqqa lag'mon ilishga usta ekansiz. Sizga yana bir marta aytyapman. Agar yana bir marta mana shu cholni oldida sizni ko'rsam, mendan yaxshilik kutmang, tushundingizmi? Ha, aytgancha. Cholni boshqa farzandlari yo'q. Uni yagona farzandi menman. Mayli. Qani bir sinab ko'ring. Tishingiz o'tarmikin? Bu yog'i juda qiziqarli bo'lib ketdi-ku. Kim ekan bu janob? Qanaqa xazina haqida gapiryapti? Rostdan ham cholda xazina bormikin, ha? Menga ko'rsatgan o'ziga juda ham qimmat tursa kerak. Cholni ehtiyot qilishim kerak shekilli. Nahotki bir haftada ham otali, ham singilli bo'lsa. Mayli. Ko'raylikchi bu yog'i nima bo'lar ekan.
Kiring, Mumkinmi opa? keling. Mana siz so'ragan hujjatlar yozma ravishda keltirdim. Akmal Turdiyev bizda ishlab nafaqaga chiqib ketgan xodim. Hozir qayerda, nima ish qiladi, hammasi mana shu yerda yozilgan. Yaxshi. Lekin opa, bu ishni kovlashtirmaganingiz yaxshi bo'lardi. Nima? Mardon shunchalik qo'rqinchli, uch boshli ajdarmi? U ham odam, ayblari bordir. Ayblari borlikka bordir, lekin opa, u hech qaysi ishni o'zini qo'li bilan qilmaydi. Uni yordamchisi bor. Hamma ishni shunga buyuradi. Agar qamalib ketadigan bo'lsa, yordamchisi shu ishni shunday bo'yniga oladi, qamaladi ketadi. Mardon keyin uni shunday qamoqdan chiqarib oladi. Shu sizga kerakmi, opa? Yaxshi. Mahallasi nosi bo'yicha qanday ma'lumotlar yig'dingiz? Ha, u yerga borib surishtirdim, opa. Rostdan ham u yerga dam olish zonasi qurilishi kutilayotgan ekan. Lekin noqonuniy ekan. Qurilish firmalaridan so'raganimda, qarang, opa, xuddi ataylab qo'yganda bu ishlarni boshida Mardon turgani haqida ma'lumot berishdi. Yana Mardon. Nima? Bu shaharda Mardondan boshqa odam yashamaydimi? Mahalladagi 6 ta xonadon ham buzilishi kerak ekan, lekin u xonadon egalari juda qattiq qarshilik ko'rsatganligi uchun hozircha bu ish to'xtab turibdi. Menimcha yaqinda yana bu ish boshlansa kerak. Menga mana shu haqida to'liq ma'lumot bering. Juda yaxshi. Ha, keyin opa, parkda dam olib yurganlarga kimlardir hujum qilib, telefoni hamda pulini olib qo'yayotganlar haqida ma'lumot kelib tushyapti. Kechadan beri 3 ta ariza kelib tushdi shu haqda. Nima deb o'ylaysiz? Mayda bezorilik, lekin surishtirib qo'yish kerak, opa. To'g'ri aytasiz. Surishtirish kerak. Bo'lib ham issiq edi. Bo'ldi, sizni tushundim. Biz kechroq Samir bilan shu ish haqida shug'ullanamiz. Shoshmang. O'zim boraman. Har holda sizlar polvon yigitsizlar. Ular sizga hujum qilmasligi mumkin. Siz meni kuzatib borasiz. Juda yaxshi. Bo'lmasa 1 soatdan keyin parkda ko'rishamiz. Yaxshi. Sog' bo'ling. Ey Xudo, Ha, otaginam. ey Xudo. Shu yerga yotib oldingizmi? Voy, meni bu yerdaligimni qayerdan bilding, yaramaz qiz? Meni shu yerga kelib yotib olsam, topolmaydi deb o'ylaysizmi? Xomtama bo'lmang. Siz osmonga chiqsangiz oyog'ingizdan, yerga tushsangiz qulog'ingizdan tortib chiqaraman. Voy, mendan yana nima istaysan? Bor budimni tortib olding-ku. Menda hech narsa qolmadi. Hoychol. Meni jahlimni chiqarmang. Xazinani qaysi qabristonga ko'mganingizni aytsangiz, keyin mendan qutulasiz. Voy, qanday xazina, qanaqa xazina? Menda hech qanday xazina yo'q. Voy, hayronman. Bu xazina vasvasasi senda qayerdan paydo bo'ldi? Hayronman. Axir uyni nomingga o'tkazib berdim. Menda yana nima istaysan? Nima istaysan? Hozir yoningizdan chiqqan kim? Kim edi u olifda? Kim o'g'lim deb topib oldingiz? Axir sizni o'g'lingiz yo'q edi-yu. Meni o'g'lim bor edi. Faqat sen buni bilmasading, bexabar eding. Ana endi o'g'lim topildi. Endi menga qara, hoy qiz. O'g'lim o'zi meni davolatadi. O'zi menga qaraydi, tushundingmi? Ey Xudo. Ey Xudo, qaraganimda bu azoblar ham bor edimi? Sen qiz, onang ikkalang meni yeb tugatdilaring, tushundingmi? Onang ikkalangni meni yeb tugatdilaring. Voy, qayerdan ham shu onang bilan tanishgan ekanman. Tushunmadim. Jahlimni chiqarmang. Onamga til tekkizmang. Onam yer tagida yotibdi. Jahlimni chiqarsangiz sizni ham uni yoniga ko'mdirishim mumkin. Mayli, kasal ekansiz. Tuzalib oling. Siz bilan keyin gaplashaman. Lekin anavi o'g'lim degan oliftingizga aytib qo'ying. Meni yo'limga to'g'anoq bo'lmasin. Aks holda uni ham asfala soflinga jo'nataman. Meni bilasiz-a, chol? Bilaman. Keldi.
qani kelaveringlar. Polvonim meni. Apa qo'yib qoldingizmi? Ha? Oynanib ketay. Opada dezi ko'rgani keldingizmi? Voy, des polvonim meni, polvonim. Qani. Ilohim tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Qalay, yaxshi kelib oldinglarmi? Yo'lda muammolar bo'lmadimi? Yo'q dadajon, hammasi yaxshi. Sizga rahmat. Bizga shuncha pulni topib bermaganingizda Amirbegimga bilmadim nima bo'lardi. Xudo agar pulni qarzga olgan bo'lsangiz, biz ham qarab turmaymiz. Biz ham topishga harakat qilamiz. Hech qanaqa qarz degan narsa yo'q. Yaxshi odamlar bor ekan, homiylik qilishdi. Amirbek. Dunyoda shuncha pulni berib yuboradigan yaxshi odamlar ham bor ekan-da, Xudo. Ha, demak bor ekan. Keyin hech ham xijolat bo'lmang. Axir bu Amirbek meni yakkay yagona nevaram bo'lsa. O, polvonim. Dadajon, bir narsa so'rasam maylimi? Ha, teklikmi? Haligi ish qilib muammo bo'lmaydimi bu yog'iga? Oyi, Yo'q. Endi hamma dilsiyohliklar ortda qoldi. rostdan Xudo, uy masalasi-chi nima bo'ldi? Buzilar ekanmi? Ha, bu yerda quriladigan dam olish zonasi ham noqonuniy ekan. Biz Burxon bilan kelishib, ularni sudga berdik. Mana endi biz ular bilan qonuniy gaplashamiz. Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Shuncha ishlardan keyin odam qo'rqib qolasiz ekanda. Ha, aytyapman-ku, endi qo'rqmanglar. Endi hech kim hech narsa qila olmaydi sizlarga. Ha, aytgancha. Qizim, oshxonada mayda-chudalar bor. Darrov ovqatga urinib yuborgin. Xo'p. Men ham qarashib yuboray qizim. Xo'p, oyijon, yuring. Shokir aka mumkinmi? Ha, mumkin. Kel. Nimaga? Yana bunga qo'l qo'yib bersangiz deganim. Qani? Nima sen? Ishdan bo'shamoqchimisan? Nima bu, tinchlikmi? Shokir aka, bilasiz. Sharoitimiz yaxshi emas. Bu yerda ham o'qishdagi chiqimlarni qoplash uchun ishlayman. Tunu kuni yoningizga kelgan bola bor-ku, o'sha meni hech ham tinch qo'ymayapti. Nuqul orqamdan kuzatadi. O'tgan safar hattoki mashinasiga solib olib qochib ketmoqchi ham bo'ldi. Nima qilishga boshim qatdi. Shuning uchun arizamni yozib, uyda tinchgina o'tirganim yaxshi deyapman. Hozir hamma tashqarida mashinasida o'tiribdi. Charchadim. Jonimga tegdi. Xo'p. Men ular bilan o'zim gaplashaman hozircha. Sen hozircha ishingga bor. Arizachi. Arizani ko'rib chiqamiz. Ishga bor sen. Rahmat o'g'lim. Mana ancha sog'ayib ham oldik. Ana endi bemalol gaplashsak ham bo'laveradi. Doktorlarga ham rahmat. Siz bu uzukni qayerdan olgansiz? Buni tarix uzun o'g'lim. Sen shoshilma. Men hammasini aytib beraman. Faqat sen diqqat bilan quloq solgin-da, o'zingga kerakli xulosan chiqarib olgin. Qisqasi, bir paytlari Afg'onistonda meni xon deb chaqirishardi. Lekin asli ismim Alixon edi. Bilasanmi? Bizni Afg'onistonga olib ketayotganda
bu urushdan tirik qaytmasak kerak deb o'ylagan edik. Chunki u yer jahannamning o'zi edi. Ammo lekin urush oxirlab qolgan payt jangchilarning orasida bizni armiyamiz Afg'onistondan chiqib ketar ekan degan gap so'zlar tarqab qoldi. Hamma tirik qolishning payiga tushib qoldi. Hamma o'zini o'zi ehtiyot qilardi. Lekin ana shunday kunlarning birida Abu Halifning xazinasi qayerga yashingani haqidagi bir xabar menga yetib keldi. Abu Halif? Ha, Abu Halif. Kim u? Abu Halifmi? Abu Halif Afg'onistonning eng ko'zga ko'ringan boylaridan biri edi. Jangchilarning orasida esa Abu Halifning xazinasi to'g'ridagi mish-mishlar, gap so'zlar ko'payib ketgan edi. Men ham xazinani qo'lga kiritmoqchi bo'ldim. Reja tuzdim. Lekin bir o'zim qo'limdan kelmas edi. Nima qilmoq kerak deb o'ylandim. Birorta savdoshimga aytay desam, bu sirni oshkor qilib qo'yaman deb qo'rqdim. Hech kimga chop ketmadim. Ammo lekin bir kuni komandirimiz mayor Elyor Sultonovga xazinaning uchini sal-pal chiqardim. Komandir, urush tugayapti. Endi vatanga quruq qo'l bilan qaytamizmi? Biror bir tuzroq narsa bilan qaytmaymizmi deb shipshitib qo'ydim. Va xazina haqida uchini chiqardim. Lekin mayor ham meni so'zimga ishondi shekilli. Kunlardan bir kun mayor Adelinamizdagi soldatlarga qishloqda asilga tushgan soldatlarni qutqarishimiz kerak deb hammamizni olib ketdi. Xo'sh. Adeliniyada askarlar ko'pmidi? Askarlar ko'p edi, lekin mayor faqat 4 kishini tanlab oldi. Deganim, biz bilan birga faqat 4 kishi bordi. Qishloqqa bordik, jang qildik. Duqlar esa hamma narsasini tashlab qocha boshlashdi. Vaqtdan foydalanib, men ham sekin xazinani qo'liga kiritdim. Ammo lekin endi ortga qaytamiz deb turganimizda yaramas dushmanlar yana ko'pchilik bo'lib kelib jang boshlashdi. Yana jang boshlandi. Shu orada bir Arslon degan safdoshimiz bu yerda hech qanday asirlar yo'q ekan, bizni aldashibdi deb qolgan sheriklarni olib bizlarni tashlab ketib qolishdi. Men qilganda ham ular xoinlik qilishdi. Axir bizda hamma bir kishi uchun hamma uchun degan shiorimiz bor edi. Mayli, men bir amallab xazinani olib chiqdim. Lekin garnizonga qaytib bormadim. Mayor esa meni o'ldi deb e'lon qilibdi. Alo. Assalomu alaykum Narimon aka. Alaykum assalom. Aytgan ishlaringizni hammasini bajardim. Ofisga kelasizmi? Ha, hozir boraman. Menga qara Qosim. Sen kelib boboyni uyiga ko'chir. Bo'ldi, javob ber. Xo'p bo'ladi. Mayli. Meni ofisda ishlarim bor. Xo'sh. Qosim keladi. Sizni uyga ko'chiradi. Xo'p bo'ladi. Qolgan gaplarni uyda gaplashamiz. Xo'p. Yaxshi. Xo'p o'g'lim, xo'p. Yaxshi bo'laver. Menga qara, ma'lum. Sarvar bilan ancha hushyor bo'lishing kerak. Ha, keling doktor. Sizda ishingiz bormi? Davronbek, bu yerda nima uchun turganingizni yaxshi bilaman. Bu qiz hali yosh. Ham oliygohda o'qiydi. Oilaviy sharoiti yaxshi emasligi uchun mana shu yerda ishlab o'zini kamini o'zi qiladi. Davronbek, sizdan iltimos. Bu qiz tinch qo'ying. Axir boshqa qizlar ko'p-ku. Doktor, endi meni eshiting. Menga shunisi yoqib qoldi. Yaxshisi bu ishga aralashmaganingiz yaxshi.
Men erishaman degan narsalarim hammasiga erishaman. Tushunarlimi? Yana bu bolnitsada o'zi bemor bo'lib qolib ketmang. Yaxshilikcha tushunmadingiz. Mayli. Bir-birimizdan xafa bo'lish yo'q unda. Menga qara, meni eshit. Meni qo'rqitmoqchi bo'lyapsanmi? Meni qo'rqitadigan hali onasini qornida. Tushundingmi? Buni o'zimniki qilaman dedimmi? O'zimniki qilaman. Yo'qol. O'ylasak eshitaman. Davron, qayerdasan? Ha. Mavlon bilan birgaman. Tezda ofisga kel. Xo'p bo'ladi. Xo'p, hozir yetib boramiz. Chiq moshinaga. İlyos aka, Alo, Shokir. ana Davron ishchisi kelib hamshira qizimizga tegajog'lik qilyapti. Ey Shokir, bunaqa mayda ishlarga meni hozir vaqtim yo'q, tushundingmi? Ishlarim ko'p, keyin gaplashamiz. Alo, Aka. alo. Ko'p bo'ydi. Sizga hech narsa qilmadimi? Yo'q, mayli, qo'yaver, hechqisi yo'q. Arizamga qo'l qo'yib bering aka. Bularga hech kim bas kelolmaydi. Yomon odamlar bular. Bas keladigan bittasi bor. Bugun o'sha odamni oldiga o'taman. Yordam beradi. Ertadan seni ham tinch qo'yadi. Xotirjam ishlaysan. Mayli, qani yuring siz xonaga kiring. Sekin. Kirib ketishyapti, qani ketdik. To'xtang. Tushunamizmi? Qani ketdik. Doniyor, meni ham pasport hujjatlarimni olgin. Hisob raqamdan pul yechib olishimiz kerak. Xo'p bo'ladi. Alo. Ha. G'afur aka, Tinchlikmi? hujjatlar joyida yo'q. Hozir qilib yuboraman. Nimaga yo'q bo'ladi? Ahmoq, o'ylab gapiryapsanmi? Hujjatlarimiz yo'q bo'lsa biz ichkariga keta olmaymiz. Qara yaxshilab. Aka, mana shu yerga qo'yganman. Nimaga yo'q bo'lar ekan? O'ylab gapiryapsanmi? Molga qara, molchi, mol turibdimi-ekan? Ha, mol turibdi. Faqat hujjatlarimiz yo'q. Agar hujjatlar yo'q bo'lsa, bilasanmi nima bo'ladi? Bir qadam ham keta olmaymiz ichkariga. Bu mardon tullagini ishi bo'lsa kerak, mardon. Hozir. Bu ish juda ham cho'zilib ketdi. O'zi bor xazinami? Chol kasalxonada ekan. Ezgim kelmadi. Ozgina o'ziga kelib, tuzalib olsin. Zerikib ketdim bu ishdan. Jahlingiz chiqmay tursin.
Xaritani ko'rdingiz. Xazina bor narsa. Axir, cholam bekordan bekorga shuncha izlamagandir xaritani. Keyin, agar yo'q narsa bo'lganda, taqinchoqlarni qayerdan olgan bo'lardi? To'g'ri aytasan. Mayli. Qachon chiqadi kasalxonadan o'sha chol? Bilasizmi? Chol-ku kasalxonadan chiqadi, lekin boshqa muammo bor. Voy. Yana qanaqa muammo? Cholni oldiga bir nusxa kelyapti. Aytishicha, cholni o'g'li emish. Chol ham uni o'g'lim deyapti. O'g'lim dedi dedingmi? Ha, shunday. Bu go'rsoqda qayerdan paydo bo'ldi? Bilmadim. To'g'risini aytsam, shu odamni basharasi menga yoqmadi. O'zicha olifta bo'lib kiyinib olibdi. Hoynahoy shaharli bo'lsa kerak. Menimcha u ham cholni xazinasidan umidvor shekilli. Mayli. Ko'raylik-chi. Kim ekan o'sha shaharlik olifta? Sen hoziroq kasalxonaga bor. Uni ko'rsang, shu ondayoq menga qo'ng'iroq qilasan, tushundingmi? Xo'p, tushundim. Aytgancha. O'zingiz ishlaringiz yaxshimi? Albatta. Bugun u tarafdan katta mol keldi. Biz tarafga o'tishiga o'zim yordamlashdim. Bugungi ishlarimni 5 desak ham bo'laveradi. Xursandman. Endi qo'shni davlatga o'tish uchun Xandakni kovlashni boshlasak ham bo'laveradi. Qaysi xonadondan gaplasizlar? Har holda o'tgan galgi xonadondan emas. Qishloqning chetidan bir hovli sotib oldi. Ana shu xonadondan kovlashni boshlaymiz. Qo'shni davlatdagi do'stlarim bilan gaplashdim. Ular esa u tarafdan boshlaydi. Sen vaqtni behuda ketkizma. O'zing aytgan o'sha shaharli oliftang haqida barcha ma'lumotni yig'ib kel. Tushundingmi? Xo'p. Mayli. Men ketyapman. O'zingiz ehtiyot qiling, xo'pmi? Yaxshi. Xo'p. Yaxshi bor. Xo'sh. Uy sizga yoqdimi? Ha, yaxshi, har qalay. Endi mana shu yerda turasiz. Bu uyni aynan siz uchun ijaraga oldim. Rahmat o'g'lim, rahmat. Iloyo uningdan baraka top. Ha. Aytgancha. Mana buni yurtimizga qanday olib kirgansiz? O'g'lim, buni tarix o'zsin. Qisqasi, xazinani bu yoqqa olib o'tishni hammasini mayor o'z zimmasiga olgan. Mayor olib o'tgan. Ha. Eshitganman. O'sha paytlarda Afg'onda o'lgan o'liklarni Gruz 200 degan tobutda olib kelishgan, to'g'rimi? Ba'zida jasadni o'rniga qora dori solib olib o'tishgan degan gaplar ham yuradi. U ham shunday qilgan bo'lsa kerak-da. Bu nima urushda nimalarni ko'rmadik o'g'lim. Eng qizig'i, urushdan qaytib mayorni topdim. Mayor xazinani qabristonga ko'mgan ekan. Ikkalamiz yarim kechasi borib qabrdan xazinani kavlab oldik-da. Ichidan ozginasini olib, qolganini boshqa qabriston, boshqa qabrga ko'mib qo'yganmiz.
Xo'sh. Endi men nima qilishim kerak? Ha, o'g'lim, seni qidirishimdan maqsadim kichkinagina bir muammocha bor, shuni hal qilishimiz kerak edi. Qanday muammo? Muammo meni qizim Charos. Xazinada uni ham jina xabari bor-da. Bilasan, onasi o'lgandan keyin o'sha xazinani topib berasdan holi jonimga qo'ymayapti. Shuni hal qilish kerak edi. Qizingizni ko'rdim. Kasalxonada chiqayotganda unga duch kelgandim. Nahotki bitta qizga kuchingiz yetmasa? Hey, o'g'lim, qizimga-ku kuchim yetadi. Lekin uni Jabbor degan tanishi bor. Ana shunchada. Jabbor o'zini itlar bilan har kuni kelib, holi jonimga qo'ymayapti-da. Shunga seni qidirib topgan joyim o'g'lim. Men nimadan qo'rqyapman bilasanmi? Agarda Jabbor bilan Charos xazinani topib olishadigan bo'lsa, meni guvoh sifatida tirik qoldirishmaydi. Shuning uchun qiz katta gapirar ekan. Shuning uchun. Mayli. Bu ishni o'zim hal qilaman. Xo'sh. Xazinaga qachon boramiz? Xazinadan oldin mayorni topishimiz kerak. Mayorni nima qilasiz? O'zimiz topamiz o'sha xazinani. Eng asosiy gap, biz boshqa qabristonga ko'mganimizda adashtirib qo'ymaslik uchun ikkita ikkala bittadan xaritaga belgi qo'yib xarita qilib olgan edik. Men o'sha xaritani yo'qotib qo'ydim. Menimcha aniqrog'i Charos o'g'irladi-yu. Ana endi agar mayorni topsak, qabristonni ham topamiz, xazinani ham topamiz, o'g'lim. Xo'sh? Yaxshi. Siz mana shu yerda biroz damingizni olib yashab turing. Xo'p. Men biron bir chorasini o'ylab topishga harakat qilib ko'raman. Xavotir olmang, hal qilamiz. Rahmat. Ilohiy ishlari fayz barakasi bersin. Rahmat o'g'lim, rahmat. Ha, o'sha parkda kutyapman. Tezroq kelsang, pulimizmi? Yetadi, xudo xolasa. Ha, kelaver. Xo'p, bo'pti. Ha, parkda kutyapman seni. Oy, yaxshi qiz. Bu yerda bir o'zing yurgani qo'rqmaysanmi? Hozir to'xtab tur. Nimaga qo'rqishim kerak? Nima bu yerda yo'lbars, bo'rilar bormi yeb ketgani? To'g'ri, bu yerda yo'lbars, bo'rilar yo'qdir, lekin bizga o'xshagan sherlar bor. Nima? Hali sizlar o'zinglarni sherman deb o'ylayapsizlarmi? Hoy, oyimcha, o'zingdan ketma. Sumkangdagilarni chiqar. Bo'lmasa hozir nimtalab tashlayman. Hoy, yigitlar. Ayol kishiga pichoq bilan hujum qilish sal g'alati emasmi? Sen kimsan? Unchalik zo'rmisan? Qo'lingni ko'tar. Siz aytgan o'sha bezorilar shumi? Menimcha shu shekilli. Ey! Nimalar deyapsan, seni aqling joyidami, doktor? Qanaqa tegajoli, qanaqa hamshira? Bunaqa mayda chuyda ishlar bilan meni boshimni qotirma. Senga ruxsat. Mardon aka. U qiz meni qo'limda ishlaydi. O'zi xorijiy tillar oliygohida o'qiydi. Oilaviy sharoit yaxshi emasligi uchun shifoxonamdan o'zini kamiga, kontragiga, oilasi uchun harakat qilib pul topadi. Xorijiy tillar oliygohida o'qiydi deysanmi? Ha. Ingliz tili bo'yicha mutaxassis. Yaxshi. Men Davronga aytaman. Uni tinch qo'yadi. Lekin tekinga emas. Vaqt kelganda o'sha hamshirangga xizmatni o'zim aytaman. Tushunding-a? Tushundim. Alo. Davron, meni yonimga tezda kel.
Chaqirdingizmi, shef? Menga qara. Sen hamshirani tinch qo'yasan. Agar tinch qo'ymaydigan bo'lsang, mana shu katta ko'zlaringni o'z qo'llarim bilan o'yib olaman. Tushunding-a? Tushunarli, shef. Shokir, senga ruxsat. Mayli. Rahmat Mardon aka. Alo. Ha, mehmon. Meni eslab qopsiz? Ha, Mardon aka. Juda zo'r g'amxo'rlik qildingiz bizga. Bizning hujjatlarimiz qani? Mehmon. Ha, o'zingiz jim o'tiring deganingizga, mana biz ham jim o'tiribmiz. Hujjatlarni sen olgansan. Molga tegmasam kattalar mendan daplos qilmaydi deb o'ylagansan-da. Haddingdan oshma. Menga qara. Bu meni yerlarim. Bu yerda har qanaqa ish men orqali bo'ladi. Hujjatlarga kelsak, agar hujjatlarni olmoqchi bo'lsang, men aytgan joyga kechga kelasan. Tushundingmi? Mayli Mardon, o'sha joy senga qabr bo'ladi. Ko'ramiz hali. Bu rosa o'zidan ketib gupirdi-yu, shef. Yaxshigina to'qnashuv bo'ladi shekilli. Yigitlarga telefon qilaman men. Kechga qurollarni tayyor bo'lib kelishadi. Shoshma. Ilyos bizni ichki ishlar kuzatyapti deganmidi? Ha. Sxotkaga men bilan faqat sen borasan. Hech qanday qurol olmaysan, hatto pichoq ham. Tushunding-a meni? Tushunarli. Ilyos ichki ishlarga anonim xabar beradi. Sxotka haqida. Bu xabar qayerdan kelganini hech kim bilmasligi kerak. Keyin advokatlarni top. Yozishavermasdan ishga tayyor turishsin. Bu yangi hiyla deng, shef. Sizni tushundim. Hammasi siz aytgandek bo'ladi. Ishni bajar. Xo'p bo'ldi. Ana endi o'yin boshlandi, G'affor boy. Ammo sen ham o'sha xazinani cholsiz topa olmaysan. Advokat topdim. Shaharda eng katta yuristini topdim. U oldin ichki ishlarda katta lavozimda ishlagan ekan. Ulardan biri meni uyimni ko'rsatib, shu yerda turadigan ayolam bizga qarshi guvohlik berdi dedi. Bunisi hali bizga qarshi sudda guvohlik beradiganlar hammasini yo'qotamiz deydi. Mana o't bilan o'ynashgan ekan. Kuydirishni boshladi. Nima qilib bo'lsa ham charosini qutqarishimiz kerak.